Hurmatli aka-ukalarim, hozir kelgan joyim orqa tarafdan kevrishlik kelesmos 2 kilometr. Bu yoqqa Chorsiga chiqib ketadigan yo'limiz. Hozirgi kunda oldi fasadimizda 7 metr. 7 metrda hozirgi kunda 300-400 dollardan arendamiz ham bor. Uzunligimiz 20 metr. Kvadrat joyga kelganman. Narxi juda ham zo'r. Bizni tashab turib, xolaylar bog'cha, xolaylar choyxona, xolaylar magazin, liboy narsa qilsa bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar, bitta ko'rib chiqadigan oldin ketdik. Kiraverish yo'li bemalol bizlarda uzun yo'l bo'lgandan keyin mashina kiraverib joylanadigan joylari bor. Mana tekis mana uzun bekorga yetib o'tmadim. Ozgina mashina kiradigan stenka qilasizlar. Bu yog'iga katta to'rtburchak plitka joyimiz. Buni bab biz tashab turib, xohlasanglar bog'chaga, xohlasanglar choyxonaga, xohlasanglar nima qilsanglar ham bemalol jiloy joyimiz. Narximiz 255 ming bo'ldi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Telegram kanallarimizda lokatsiyalarimiz bor. Egalar nomeri pastda, sunnati bor. Tez-tez olib turib, tez-tez biznes qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, joyli bo'linglar.